Heliqi biz yaxshi ko'rib ko'radigan Koreyacha kinolar bor. Shuningda chiqadigan achchiq pirojni qorish usulini elib keldim do'stlar. Bu xil pirojni o'zim shunchalik yaxshi ko'rib yeyman. Dam olish kunlarida mushundek bir qozon qorib olib kino ko'rgashadigan bo'lsanglar ajoyib xadin chiqsizlar. Qorish usulim bekaddi. Ams buni qanday qorimizki, oxirgacha ko'rib birliktignamdi. Oldi bilan ketarlik materiallardan pirojni, ya'ni nyengo, azroq kallak pasay, Koreyacha chilgan achchiq pasay, azroq suypichang, samsaq, so'ng piyozlardan tayyorlab olamiz. Bir yoqdan tomoq qig'ash, bir yoqdan telefondan kino ko'radigan do'stlar az emas-ku deyman. Yaqında men bir payz qisqa teatr ko'radigan appni bayqab qoldim. Boran deb. Bu appda eng qiziqarli qisqa teatrlarning hammasi bor ekan. Buncha mushningdek har qaysi app dital bozorga pinchi boran deb kirgizib tushirib olsanglar bo'ldi ekan. Qinsizlar tushirib ko'rib bir sinab yaqinlar shunda payz appgan ha do'stlar. Endi buning ketadigan loz qiyam tangshib olamiz. Koreyacha lozjangdan cho'ng bir qo'shiq silib olamiz. Bulardan boshqa azroq shakar, cho'ng bir qo'shiq uvoq loza, bir qo'shiq pishiq kunjut, azroq jangyu, muvofiq miqdorda sovutib olgan qaynoq suvni quyib yaxshi aralashtirib shirin tayyor qilib olsak bo'ldi. Keyingi bosqichda qorishni boshlaymiz. Qozonga kichikkin moy qo'yib, moy qizgandan keyin oldi bilan so'ng piyoz, samsaqlarni silib, mizlik purqichqicha bir qur qo'rib olamiz. Undan keyin achchiq chilgan basayni silib, chilgan basayning mizlik purqichqicha 1-2 minut qo'rib olamiz. Undan keyin tayyor qilib olgan lozi qiyamini to'kib, lozi qiyamining mizlik purqichqicha 1-2 minut atrofida qo'rib olamiz. Undan keyin kallak basayni silib, kallak basay yumshiqcha yaxshi qo'rib olamiz. Undan keyin yango bilan suypichangni bir vaqtda qozonga silib olamiz. Bugun men ishlatgan mavun yangoni qaynoq suvdan o'tkazimsakmi bo'ladigan bo'g'ashqa men bevositalam silib etdim. Bularni bir qur qo'rib yango yumshagandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib tuvan o'tga tangshab 7-8 minut qaynatib, ta'mdan yangoning qatqiy singishtirib bir pishirib olsaqlam tayyor bo'ldi. Oxirida azroq shovson kunjutlarni sepib dasturxon qo'ysanglar texmi ko'rkam ko'rindi. Ta'mi o'zimizning cho'n yangosinikiga o'xshamaydigan o'zgacha bir xil yeyishlik bo'ldi. Sizlar cho'qim bir sinab yiqinglar.